Men hayotimda bitta yugurganda 42 kilometr yuguraman deb tasavvur ham qilib ko'rmagandim, lekin hozirgi kunda xuddi shu hayotimda yashayapman. Buni hammasi bitta do'stimga qiziqib boshlangandi va bugunga kelib 1,5 yildan beri muntazam yugurib kelaman va yaqindagina Barselona marafonida 42 kilometr yugurib keldim. O'tgan 1,5 yil ichida yugurish orqali 3 ta muhim narsani o'rgandim. Birinchi o'rgangan narsam bu intizom motivatsiyadan ko'ra kuchliroq narsa ekan. Motivatsiya keladi va qanchadir vaqtdan keyin sizda so'nadi. Intizom bo'lsa, sizda kayfiyat yo'q paytda ham, yomg'irda ham, sovuqda ham har doim yoningizda bo'ladi va o'sha chiqib yugurishga undaydigan narsa bu intizom hisoblanadi. Ikkinchi o'rgangan narsam bu jismoniy o'zgarish psixologik o'zgarishga olib kelar ekan. Qanchalik kuchayganimiz sari ruhiy holatimiz ham shunchalik yaxshilanib borar ekan. Hozirda o'zimni yaxshiroq his qilaman, fikrlarim tiniqroq va stressga chidamliroqman. Uchinchi muhim narsa bu odam o'zini o'zi yengish. Har safar yugurishga chiqqanimda ichimda bitta ovoz qo'ya qol, bugun dam ola qol, ertaga chiqarsan degan narsa o'tadi. Lekin bu narsani yengib o'tganimda bu haqiqiy g'alaba hisoblanadi. Kimning hayotida sport yo'q bo'lsa, ishoning anchagina narsalarni yutqizib olsalar. Bu narsalarni hammasini men hayotimda o'zini natijasini ko'rdim. Agar siz ham yugurishni niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, videoga bitta like sizdan.